Assalomu alaykum hammaga. Sabzi ekish jarayonidamiz. Kechki ekilayotgan sabzi. Noyabr oyining 26-si. Har doimgi muammolar tekisda ketishyapti. Xo'sh, muammo nimada? Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa agar, buni dehqon akalarimiz biz ekishimizga mos qilib tekisda ketishyapti. Bu tarafda ekib bo'ldik, o'zi bilinib turibdi ana. Manzilimiz Surxondaryo Jarqon tumani, Surxon mavzeida. Uskunamiz, urug'imiz Takazit firmasining Karolina F1 navi. O'zbekistonimiz ajoyib tabiati borda. Bu yerda ekilyapti. Bu yerda esa sabzi tayyor. Sabzimiz tayyor. Kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib ketsalaringiz. Kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz tayyormiz. Hozircha hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.